Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Ubaydulla Uvatov nomli 1-maktabning 8-A sinf o'quvchisi Haydar Javohir bo'laman. Bugun men sizlarga Inter ijodkorlar tanlovi uchun tayyorlagan loyihamni ko'rsatmoqchiman. O'zim dunyo bo'yicha global muammolardan biri bu global isishdir. Global isishni oldini olish uchun biz ko'proq gul ekishimiz kerak yoki elektr energiyasini tejashimiz kerak. Men buni gullar ekish bo'yicha loyiha taxladim. Bu loyihamni ko'rib chiqishingiz mumkin. Loyihaning asosiy qismida ko'rishingiz mumkin. Bu asosiy oyna. Bu asosiy oynada ko'rishingiz soatni ko'rsatib turadi. Bugungi sana, oy, keyin bu yerda eslatmalar bo'limi ham bor. Bu eslatmalar bo'limida o'zingizga kerakli bo'lgan so'zni yozib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda saqlanib turadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda eslatma sifatida yozib qo'ydi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin belgilardan foydalanilgan. Bu belgilardan foydalanilgan sababi bu loyiha ko'zida kamchiligi borlar uchun yoki eshitishda muammosi borlar uchun ham bemalol ishlatishi mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham belgilardan foydalanilgan. Urug'ni idishga eking va o'g'itli tuproq bilan ko'ming. Ko'rishingiz mumkinki, bu o'zi avtomatik gapirib beryapti. Buning sababi biz diktafon yordamida ovoz yozib olganmiz va Enter'ga joylashtirganmiz. So'ng unga suv quying. Keyingi o'yna. Barcha harakatlarni bajargandan so'ng o'simlikni quyosh nuri yaxshi tushadigan joyga qo'ying. Ekish muvaffaqiyatli yakunlandi. Biz avtomatik taymerlar o'rnatdik. Ilova ishlamoqda. Bu yerda taymerlar deganda biz har bir ish uchun alohida taymer o'rnatganmiz. Masalan, gulga suv qo'yish uchun har bir kunda bir jaringlaydigan taymer, yerga ko'chirish uchun bir oyda bir marta jaringlaydigan taymer va yerga ko'chirayotgan paytda alohida o'zi ko'rsatmalar beradi. Bu o'simlikka suv qo'yish kildi degan nomli taymer. Bu ko'rishingiz mumkin. Har 86.400 sekundda jaringlaydi. Bu degani 24 soat har kun jaringlaydi. O'simlikni yerga ko'chirish uchun bu har bir kunda jaringlaydi. Bu yerda o'simlikni yerga ko'chirishni tushuntirib beradi. O'simlikni idishdan biroz tuproq bilan birgalikda chiqarib oling. Yerga unga moslab chuqurcha oching va uni joylashtiring. Bu yerda gul ekishni bemalol ko'z ojizlar ham bemalol bajarsa bo'lishadi. Endi sizlarga kodlarni tushuntirib bersam. Bu yerda har bitta obyektda alohida kodlar mavjud. Masalan, bu obyektning kodi soatni ko'rsatib beradi. Bunda esa sekundni. Bu esa taymerlar oynasini ko'rsatib beradi va bu har oy, bir oy o'tgandan so'ng gulni yerga ko'chirish kerakligini bildiradigan kod. Bu tugma esa o'zgaruvchiga ma'lumotni saqlab oladi, ya'ni yozgan ma'lumotingizni bu yerda ko'rsatadi. Keyingi sahnaga o'tish kodi, bu ma'lumotlarni ko'rsatish kodi. Bu esa hozirgi kunni, ya'ni bugungi sanani ko'rishingiz mumkin. Bu esa info oynasi, ya'ni bizning loyihamiz haqida hamma ma'lumotni bilib olishingiz mumkin bu oynadan. Bu yer urug' ekish oynasi. Bu yer ko'rishingiz bo'sh tugmasini bosganda ishga tushadi va ovozni yoqadi. Bu esa suv qo'yishni ko'rsatib beradi.